Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun Qo'qondagi qurilish texnikalari va svarka apparatlari do'konimizda ko'rib turgan barcha turdagi assortiment svarka apparatlarini bir boshdan videoobzorlarini qilib, narx-navolarni aytib o'tib ketamiz. Ko'rib turganlaringdek turli xildagi assortiment svarka apparatlarimizdan do'konimizga olib kelib qo'yganmiz. Arigon svarka apparatlarimiz tik 315P ACDC funksiyali bo'ladi. Elektrod hamda arigon svarka qilishga mo'ljallangan 14 xil metallarga ishlov beradigan apparatimiz bo'ladi. Nerjiveka, mis, chugun, alyumin, qora metal va shunga o'xshagan 14 xil metaldan ortiqlariga ishlov berishga mo'ljallangan 3 faza tokga ishlaydigan variantlari bo'ladi. Xuddi shu apparatimizni 220 volt tokga ishlaydigan variantlaridan ham olib kelganmiz. Tik 250P ACDC funksiyali bo'ladi. Bu ham Impuls brendiga tegishli apparatimiz. Bunda ham elektrod hamda o'sha arigon svarka qilib foydalansalaring bo'laveradi. Har bittasini ichidan o'zini derjaylari, massa kabellari, o'ziga ishlaydigan zapchastlari ham kelib chiqadi. Endi kemping svarka qilaman degan akalarimiz uchun, ustakalarimiz uchun MiG 400 Pro hamda NBS 400 inventorli variantlarda bo'ladi. Ikkalasi ham 3 faza tokga ishlaydigan variantlardan hamda 220 volt tokga ishlaydigan variantlardan do'konimizga yetib kelgan. Kemping svarka qilaman degan akalarimiz uchun MiG 300 laridan ham yetib kelgan inventorli variantlarda 300 amperlik kemping svarka qilish uchun mo'ljallangan apparatlarimiz kemping hamda elektrod eritishga mo'ljallangan apparatimizdan bo'ladi. Undan tashqari Impuls brendiga tegishli MiG 280 amperlik kemping svarka apparatimizdan ham yetib kelgan bezinventorli variantlarda bo'ladi. Unda ham 190 200 ga toklaring tushib ketadigan bo'lsa, bemalol o'zi ishlab beraveradi. Uragan brendiga tegishli 600 lik hamda 600 likda yangilangan modellaridan 700 lik uragan 1000 lik apparatlarimizdan yetib kelgan. Bular ham ikki xil modelda ishlaydi. Elektrodni hamda kemping svarka qilib ishlatsalaring bo'laveradi. 0.8 lik birlik simlarimizda gazli hamda bezgaz ko'rinishda eritib berishga mo'ljallangan bo'ladi. O'zini voltlarini, amperajlarini tablolarida ko'rsatib turadi. 5 kilolikgacha bo'lgan simlarimiz bemalol tushib ketaveradi. Undan tashqari Impuls brendiga tegishli Nerjiveka svarka qilaman degan akalarimiz uchun VS 200 modelli apparatimizdan yetib kelgan Nerjiveka hamda arigon svarka qilishga mo'ljallangan bo'ladi. Qora metalga mo'ljallangan elektrodni hamda arigon svarka qiladigan apparatimiz. Plazma rez apparatlarimizdan ham yetib kelgan Impuls brendiga tegishli Qt 40 modeliga tegishli inventorli hamda bezinventorli variantlarda yetib kelgan. Ko'rishlari mumkin barcha turdagi svarka apparatlarimiz bizning do'konimizda mavjud. Elektrod eritishga mo'ljallangan 350 amperlik, 300 amperlik hamda 400 amperlik inventorli variantdagi Impuls brendiga tegishli apparatlarimiz yetib kelgan. To'rtlikgacha bo'lgan elektrodlarimizni bemalol eritib beradigan variantlarda konditsatorlari 8 talik konditsatorlardan qilib ishlangan bo'ladi. Har bitta apparatimizda garantiyalari mavjud bo'ladi. O'zidan chiqadigan, o'ziga ishlaydigan narsalari qo'shib beriladi, upakovka ko'rinishida mavjud bo'ladi. Agar uyga xo'jalikka olib ishlataman degan akalarimiz uchun MMA 250 amperlik inventorli variantdagi mini svarishni apparatimizdan ham olib kelib qo'yganmiz. Pastoylarga, xo'jalikka bemalol ishlab beraveradi. 150 160 ga tushib ketsa toklaring o'zi ko'tarib legirovka qilib bemalol ishlayveradi. Juda ham yengil, qulay svarishni apparatimiz. 2 likgacha bo'lgan elektrodlarimizni bemalol eritib berishga mo'ljallangan bo'ladi. Undan tashqari Jetta brendiga tegishli 200 amperlik 3 likgacha bo'lgan elektrodlarimizni eritib berishga mo'ljallangan apparatimizdan ham yetib kelgan. Ko'rishlari mumkin. Kimga narx qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga narx so'zini yozib ketaverasizlar. Barcha turdagi svarichni apparatlarimizning narxlarini sizlarga tashlab beraveramiz. Undan tashqari svarishni ustakalarimiz uchun hamilyon kaskalarimiz, oddiy kaskalarimizdan ham olib kelib qo'yganmiz. Svarka apparatga qo'shib xarid qilib olib ketsalaring bo'laveradi. Ko'rishlaring mumkin. Bunisi oddiy kaska bo'ladi, bunisi hamilyon kaska bo'ladi. O'zi
elektrod yonishiga qarab o'chib yonadi. Derjaklarimiz 5000 amperga mo'ljallangan. Ko'rishlaring mumkin. 5000 amperdagi kuchlanishni bemalol ko'tarib beraveradi. Bundan tashqari perchatkalarimiz, xalatlarimiz hamda kemping svarka apparatimiz uchun chetdan kelib bemalol qo'shib xarid qilib olib ketaverasizlar. Boshqa joyga o'tayotmaysizlar. 5 kilolik gazli hamda bez gaz, 1 kilolik bez gaz simlarimizdan ham olib kelib qo'yganmiz. Kimga qanaqa svarchni apparatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, video tagida nomerlarimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqib zakaz beraverasizlar. Dastavkalari 12 ta viloyat bo'ylab bo'ladi. Kelishilgan hollarda agarda uyga kemping svarka apparatga qiziqadigan akalarimiz uchun elektrodni hamda kemping svarka qilishga mo'ljallangan apparatimizdan olib kelib qo'yganmiz mana. 250 amperlik bo'ladi. Elektrod hamda kemping svarka qilishga mo'ljallangan bez gaz ishlaydigan apparatimizdan bo'ladi. 0.8 lik, 1 lik simlarimizni bemalol eritib beraveradi. 2 likgacha, 3 likgacha bo'lgan elektrodlarimizni ham eritishga mo'ljallangan bo'ladi. 220 volt tokka ishlaydi. Mana simlarini o'zimiz o'rnatib qo'yganmiz. 1,5 kilolik, 1 kilolik simlar bemalol tushaveradi. 0.8 lik, 1 lik sim tanlamaydi, bemalol qo'yib foydalanaverasizlar. Svarka apparatlarimiz barcha turdagi svarka apparatlar bizning do'konimizda mavjud, ko'rib turganlaringdek. Kimga qanaqa svarishni apparatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, video tagidagi nomerlarga aloqaga chiqib zakaz beraverasizlar. Shunaqa svarishni apparatga qiziqib yurgan akalarimizga jo'natib qo'yishni unutmaysizlar. E'tiborlaring uchun kattakon rahmat. Bugungi video obzorlarimiz shu svarishni apparatlarimiz haqida edi. Bundan tashqari bizning do'konimizda barcha turdagi Wagner apparatlarimizdan, stashkalarimizni silliqlashga mo'ljallangan apparatlarimizdan hamda armatura gip apparatlarimizdan, beton kesadigan apparatlarimizni kichkina variantlaridan 30 sm, 40 sm hamda 15 sm-gacha kesadigan variantlaridan ham yetib kelgan. Ko'rishlaring mumkin. Kafel kesadigan apparatlarimiz, beton kesadigan apparatlarimiz, koronkalari ham alohida sotuvda mavjud bo'ladi. Kimga qanaqa apparat kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Zavodskoy beton mishalkalar deganlar uchun zavodskoy beton mishalkalarimizni 160 litrdan boshlab 260 litrgacha bo'lgan variantlaridan olib kelib qo'yganmiz. Narxlari 2,5 million so'mdan 3,5 million so'mgacha bo'ladi. Kelib, tanlab olib ketsalaring bo'laveradi. Ko'rishlaring mumkin. Vibroplashatkali tramvovka apparatimiz, kenguru tramvovka apparatimiz bemalol kelib xarid qilaverasizlar. Manzilimiz Qo'qon shahar, Navoiy massiv, Malina svetoforini yonginasida joylashgan qurilish texnikalari va svarka apparatlari do'koni bo'ladi. Aloqaga chiqib zakaz bersalaring 12 ta viloyat bo'ylab dastavkalarimiz mavjud. E'tiborlaring uchun kattakon rahmat. Bugungi video obzorlarimiz shulardan iborat edi. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Poddeshkada bo'lib turaverasizlar. E'tiborlaring uchun kattakon rahmat.